Hammaga assalomu alaykum. Bugun obyektimiz to'rxonali uyimizni 150 umumiy maydon, 3 staronka, hamma xonalar полноценный, hech qanaqa studiya emas. 3 ta, 2 ta sanuzel, garderob. Niyat qilganlar qani bitta duo qilib, inshaalloh shunaqa uylar hammaga nasib qilsin. Menga ham, sizga ham. Qani ketdi. Bu bizning kirishimiz. Bu yoqdan kiramiz. 9-qavatda joylashgan 11 qavatli uyimiz Yunusobod rayonida joylashgan. Jiga Baroka. Chiroyli dizaynerlardan qani полный умный дом, sistema Alisa qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Nimadan boshlaymiz? Xo'p, o'ng tarafdan boshlaymiz. Kirishimizda mana bunaqa eshik. Bu hozir juda ham modni bo'lyapti. Mana ketdi. Hech qanaqa dadaq-duduq qilinmaydi. Bu yoqda mana bunaqa gostinchniy xona, endi zal. Hozir полностью Alisani tushuntirib berardim, internetlarni ishlamayaptilar. Полный свет. Xullas, умный дом, karniz, zanaveskalar ko'rishingiz mumkin. Hozir bu juda ham aktualni bo'lyapti. Mana. Bu vidlari, shunaqa balkonlarimiz bor. Katta oilaga vashi juda ham zo'r. Mehki zona, hozir mana bu divanlar hammasi mebellari turetskiy. Kattagina stol, 8 personali stol qo'yilgan. Полный full ukomplektatsiya. Shunday shaxsiy kiyimlarni olib, bemalol kuchib o'tsangiz ham bo'ladi. Mana uyimiz. O'sha shikarni uy. Endi bu o'zi mana bu chagalarni ko'rsangiz, nerealniy ishlari zo'r. Bu yoqda prachniy. Alohida hech qanaqa oshxonada emas, ko'pchilik oshxonada qo'yiladi, joy kamligi. Bu yoqda zo'r qilishgan. Bu tash общий sanuzlarimiz. Qani tayyormisizlar? 1 2 3. Vannalarni qaranglar. Uzun oyna. Ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Mana. Smesителlar bu yangicha, полный подогревlarni ko'rsatadi. Qancha gradusli suvlaringiz. Chap qo'limizda master spalna, mana kirishimiz. Полный endi eshiklarni ochib berdim, shunday удобный kamera video qilishga. Bu yoqda dushovoy. Pat-patolog полный shkaflar qilingan, polichkali bemalol parfyumeriyani ajralgan narsalarni qo'yishingiz mumkin. Har bitta dachkangiz, mana har bitta xonani bu именно Alisaga tegishli. Теплый пол, karniz, подсветка, lustra, bralarning hammasi, konditsionerlar hammasi shunday turmasdan etsangiz, mana qaranglar. Bashi zo'r. Bu bo'yadigan joy. Dizaynerlarni qaranglar. Тройной chagala. U 3 ta tomonga qaraydi. Полный, shunday oynani ochib, shunaqa shamol bo'ladi. Mana bu kiyimlarni taxlaydigan joyimizda hech narsa ko'rinmaydi. Ko'pchilikda kiyimlar osib qo'ysangiz, shunday prozrachniy ko'rinadi. Bu yoqda bizda yana spalnamiz. Bu endi родительский, endi master spalni katta. Misol uchun, yoshlar u yoqda bo'lsa, bu yosh kattaroq dam olsa bo'ladi. Shunaqa chiroyligina lyustralar qilingan, juda ham mehr berilgan, remont sifatli, полный garantiya bilan qilingan. Mana pat-patolog, полный shkaflar. Qarang, dizayn chiroyligini. Mashalloh. Bu yoqda bo'yadigan joyimiz. Mana Hop, zal bilan 2 ta spalni, sanuzel va garderobni ko'rsatib o'tdim. Yana bu yoqda koridorni ko'rsatib o'taman. Juda ham chiroyli. Bu yerda ham полный shkaflar. Bu yoqda shkaf. Bu yerda juda ham ko'p. Ko'pchilikda kiyim ko'p bo'ladi, oyoq kiyimlar, idish-tovoqlar. Bu endi ayollarning xonalari. Рабочая zona, oshxonamiz. Mana 4 personali stol va bu yerda endi unaqa alohida podsvetka, endi kofecha shuni o'tirib, mazza qilib o'tirib dam olsa bo'ladi. Bu yoqda двухкамерный kattagina холодильник. Katta oilaga juda ham zo'r. Посудомоечная mashinka, o'zini двухконтурный котел, texnikalarimiz Hoffman, bu yerda italyanskiy котел qo'yilgan. Boiler ham bor, agar mabodo sovuq suv nimadir o'chirib qo'ysa, sizda zapas suvlari bo'ladi.
Mana bu dvorimiz. Детский площадка, закрытый двор. Vidlarni qaranglar. Вообще. Va hozir baland etaj. Hozir bilasizlar, ekologiya juda ham yomon. 1, 2, 3-etajda chayn bo'ladi. Bu yoqda ekologiya уже teparoq bo'lsa, chet eliga o'xshagan zo'r bo'ladi. Va bu yoqda oxirgi xonamiz bu детский. Детский kattaligini qaranglar. Bemalol bolalaringizga удобство, komfort hamma narsasi bor. Turistga gilamlar solingan. Mana dizayn, patolog, hammalari ko'pchilik so'raydi, tashlab yuboring, dizayner anaqasini uyda remont qilamiz deb. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Niyat qilganligi hammaga yana qaytib o'taman, nasib qilsin ilohim. 150 kvadrat, ЖК Baroka, Orientir Finansовый institut, Alayskiy bozor, shagoviy dostupности deydi-yu. Xuddi shunaqa uyimiz. Yoqqan bo'lsa klass bosinglar va kommentariy yozing. Ma'lumot uchun 90 39 64 00. Hurmat bilan siz bilan Realtor Sabina. Xayr, salomat bo'ling.